Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mo kiyimni qaranglar, mo. Jiyan og'zida shokolad yeyman deb kiyimini yuborganman, hamma yo'g'ini shokolad qilib yoribdi. Bugun men buni Bavida o'zim yuvib, sizlarga jonli obzorda ko'rsatib beraman. Ko'pchilik to'g'ri yuvishni bilmayapti, to'g'ri yuvishni ham o'rgatib qo'yaman. Qaranglar, 60 gram, 10 gram bonusligi, ya'ni bu 70 gram chiqadi ichida. Buni hozir buni ichiga to'kamiz, qaranglar. Tog'ora обязательно toza bo'lishi kerak. Bu narsa yuvadigan narsalar, uytayotgan narsalar обязательно toza bo'lishi kerak. Ochib, mana kiyimni har bitta joyiga mana shunday qilib sepib chiqamiz. Dog'li joylariga ko'ryapsizlarmi, qanaqa dog' bo'lib ketgan. Bo'ldi. Yarimi qoldi, yarimini solamiz. Qaynagan suvni olib, mana vilqillab turibdi, ko'ryapsizlar. Ko'pchilik sovuq suv quyib qo'yapti yoki rakominadan issiq suv haydab qo'yapti. Mana aylantirib quyib chiqamiz. Ko'ryapsizlarmi, reaksiyaga kirishini polностью o'zi uyutyapti mana. Polni mana o'sha dog'lar chiqarishni boshladi bu. Mana yarim soat 20 minut bu turadi. Qaranglar, buni nimalarga ishlatsangiz bo'ladi? Kiyimlarni dog'ini chiqarishda, eski rangini tiklashda, hammasida yordam beradi. Undan tashqari kirmochlarni barabaniga solsangiz, barabanlarni ichlarini tozalab beradi. Kalgolni vazifasini bajarib beradi. Undan tashqari idish-tovoq yuvishda, gilam yuvishda, rakominalarni tozalashda antizasor qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Reaksiyasi vashi zo'r. Mana 20 minutimiz o'tdi do'stlar. Endi kiyimni ko'ramiz holatini, qani? Mana dog'lardan asar ham qolmadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Hali shokolad dog'idan asar ham qolmadi. Mana ko'ringlar. Agar bironta joyda dog' qolib ketgan bo'lsa, shunchaki suvga bitta botirasizda, mana shu holatda ishqalab yuborasiz. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Обязательно 20 minutdan kam turmaslik kerak. Shunda juda ham zo'r effekt olasizlar. Mana. Bo'ldi, bitta siqasizlar. Xohlasanglar kirmochlangan, xohlasanglar shuni dog'ga ilib qo'yasizlar. Bo'ldi, top-toza ko'yinadi. Kiyimni dog'idan asar ham qolmadi. Jiyan menga rahmat aytib qo'ysa ham bo'lardi. Xo'jaobod shopdan xalq uchun xizmatda. Biz sahifalarimizni kuzatishda davom eting. Sizga aniq foydali bo'ladi.